Mo'min odam, musulmon odam nafaqat ko'chadagi aziyat beruvchi narsalarni ham odamlarga ravo ko'rmaydi. Iymonning eng ozi ko'chadagi aziyatni olib tashlash. Ko'chada aziyat bersachi, do'ngalaklar qilib. Nima bo'ladi? U do'ngalakni aziyat ekanligini mashina minmagan odam bilmaydi. Mashina mingan odam shu ishni qilmaydi o'zi aslida. Chunki uni ustidan o'tib aziyat ekanligini biladi. Ammo mashinaning ichida kasali bor, homilador bor. Ostonamizdan tashqari bizaniki emas-ku, nima haqqimiz bor? Nima haqqimiz bor ko'chalarni bekitib oladigan, to'siqlar qo'yib oladigan, darvozasini oldiga do'ngalaklar qilib oladigan musulmon odam bunaqa ishni qilmaydi. Musulmon odam ko'chadagi aziyatni olib tashlaydi. Musulmon odam ko'chaga axlatini olib chiqib qo'ymaydi. Kecha axlat mashina kelib ketdi, 3 kundan keyin keladi. Ertasi kun yana ko'chaga olib chiqib qo'yadi. Va musulmon uyda saqlash kerak. Idish olish kerak. Ko'chaga olib chiqib, nega o'shani ko'chaga qo'yamiz? Nega uyimizda saqlamaymiz qani? Uyimizda bizga ozor bo'ladi. Ko'chadagilar ozor cheksinmi? Axlat bor joyga nima bo'ladi? Butun ko'cha jinxona bo'lib ketadi-yu. Musulmon odam ozordan omonda bo'ladi asli.